Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Biz navbatdagi obyektimizni bitirib oldik. Bu obyektimiz Samarqand viloyati, Samarqand shahrida. Bu obyektimiz 50 kilovat gibrid. Anchadan beri gibrid sistema qo'ymayotgandik. Bu safar gibrid sistemani 50 kilovatidan qo'yib berdik. Xonadonga qo'ydik buni. Klientimiz tok o'chgan vaqt, ya'ni davlat tarmog'i o'chib qolgan vaqtda bemalol xonadonni tok bilan ta'minlay oladi. Shuning uchun 50 kilovat gibrid qo'yildi. Bu obyektimizda Haymi Xon panellardan o'rnatib berdik. Hozir yomg'ir yog'yapti, havo bulut, lekin shunda ham panellarimizni gradusi shu 30 gradusda, quyoshga 180 gradusda qarab turibdi. Bu yerga 3 qator qilib qo'yib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu obyektimizda ham atsinkovka ishlatganmiz. Hozir atsinkovkaga talab ko'payapti. Ko'pchilik atsinkovka xohlayapti. Atsinkovka bir tomondan afzalligi bu zanglamasligi. Keyin atsinkovkaning afzalligi bu zanglamaydi. Ham ko'rinishi chiroyliroq ko'rinadi metallga nisbatan. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Bu yerda 45 ta panel qo'yib berganmiz, 3 qator 15 tadan. Nariyog'ida mana qo'ygan qismini qo'yib berganmiz. Jami 78 ta panel. Bu yerga 2 qator qo'yib berganmiz. Bu yoqda ortgan, ya'ni 7 ta panelni bu yoqqa qo'yib berganmiz. Xo'p do'stlar, hozir past invertordan ko'rsatib o'tib ketaman. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Ko'pchilik bizdan narx aytmaysizlar deb komment yozishibdi. Narxlarini videoning oxirida qo'yib o'tib ketamiz. Ya'ni bemalol videoni to'xtatib narxlar bilan tanishib olsangiz bo'ladi. Ya'ni umumiy narxi nimalar qo'yilishi, ya'ni 50 kilovat gibridga hammasini chiqarib o'tib ketamiz videoning oxirida. Siz kuzatishda davom eting. Hozir sizlarga invertorni ham tanishtirib o'tib ketaman. Pastda ishlab turgan joyim. Mana shitimiz Zaxinti uzib, pastda disyaptomat zazimleni qilingan. Mana bu yoqda asitomonimiz tok transformatorlari bilan, bu yoqda esa o'sha 50 kilovatlik gibrid Felicity invertorimiz. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Ishlab turibdi. Bulut bo'yicha quyosh panellar tok kelgani yo'q. Xo'p, mana bu yoqda akkumulyatori 20 kilovat high voltage akkumulyatordan. Xo'p, bu ham asi tomoni zazimleni qilingan. Invertor ishlab turishini ko'rib turishlaringiz mumkin. Bizga murojaat qiling. Kommentlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Narx-navoni videoning oxirida joylashtirib o'tib ketamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.